Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun men Sulaymon 3 kubik kubikini qanday qilib 0 dan to kubik rubik yig'ilguncha tushuntirib bermoqchiman. Kubik rubiki bor, lekin uni tuzishni bilmaydiganlar shu videoni ko'rishi kerak deb o'ylayman. Demak, boshladik. 3 kubik rubiki. 3 kubik rubikini eng asosiy formulasi bu Piffa formulasi deb ataladi. Piffa formulasi ikkiga bo'linadi. Piffa formulasining o'ng qo'l piffafi va chap qo'l piffafi. O'ng qo'l piffafida pastga o'ngga, tepaga chapga, pastga o'ngga, tepaga chapga, pastga o'ngga, tepaga chapga. Shu formula o'ng qo'l piffafi deb ataladi. Keyingisi chap qo'l piffafi. Chap qo'l piffafida pastga chapga, tepaga o'ngga, pastga chapga, tepaga o'ngga, pastga chapga, tepaga o'ngga. Ikkalasi o'xshash bo'lishi mumkin, lekin kubik rubik tuzatganda bularni farqini tushunib olamiz. 3 kubik rubikini men hozir video davomida o'rgatib boraman. Agar biron bir formulaga tushunmay qolsangiz, bu formulalarni men Telegram kanalimda tashlab boraman. O'sha yerda ko'rib, qayerda qaysi formuladan foydalanish kerak ekanini tushunib olsangiz bas. Demak, davom etamiz. Mening qo'limda o'sha buzilgan 3 kubik rubiki. Bu kubik rubikni men sizlarga bugun qadam-qadam tuzatish usullarini o'rgatib bermoqchiman. Bu kubik rubikni tuzatish unchalik ham qiyin bo'lmaydi degan umiddaman. Demak, boshladik. Bu kubik rubikni tuzatishning birinchi qadami istalgan bitta rangni plus holatiga keltirib olishingiz kerak. Men plus holatini sizlarda oq rangda tushuntirib beraman. Oq rangni plus holatiga olib kelamiz degani bu oq rangni yon taraf ranglarini plus holatida oqning yuzasida terish degani. Buni endi sariq rangda sekin tuzatishni o'rgatib beraman. Masalan, sariqni bu o'ta oson, buni formulasi bo'lmaydi plus holatiga keltirishni. Shuning uchun tezda ikkinchi qadamga o'tamiz. Ikkinchi qadam sariqni plusini yon taraflarini to'g'rilab chiqish bo'ladi. Masalan, menda faqat qizil rangi to'g'ri holatda terilib qoldi. Qolgan taraflarini terishni davom ettiramiz. Bu holatda sariq rang yuzasiga plusiga ziyon yetkazmaslik uchun jarayonni pastga olib borishga harakat qilamiz. Ya'ni sariq va olov rang bu ko'kning to'g'risiga kelib qolgan, lekin biz uni olov rang to'g'risiga olib borishimiz uchun bu rangni pastga tushirishimiz kerak bo'ladi. Buni pastga tushirgandan keyin sariqni plusiga ziyon yetkazmagan holatda olov rang to'g'risiga olib kelamiz va tepaga ko'targanda sariqni olov rang tarafi to'g'ri holatda bo'lib qoladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, sariq va olov rang tepaga ko'targanimda yashil va olov rang pastga tushib qoladi. Shuning uchun yashil va olov rangni ham yashilni to'g'risiga olib kelib tepaga ko'taramiz. Va uchinchi tomon ham tuzatilgan. Ko'k va sariq yana pastga tushib qoldi. Endi uni ko'kning to'g'risiga olib kelib sariqni tepaga ko'taramiz. Agar men tez bajargan bo'lsam, videoni to'xtatib, qaytarib o'sha yerdan ko'rib olishingiz mumkin. Men 3-qadamga o'taman. 3-qadam sariq plusini yon taraflarini to'g'rilab bo'lgandan so'ng burchaklarni to'g'rilash bo'ladi. Burchaklarni to'g'rilash uchun bu yoq tarafda bitta burchak tanlab olamiz. Masalan, sariq yon tarafida, bu sariq burchakning yon tarafida yashil va olov ranglari bor. Xo'p, bu ranglar endi buni to'g'rilab yashil va olov rang markazlarini o'rtasiga olib kelishimiz kerak edi, lekin bu burchak o'zining joyida turgandi. Shuning uchun o'ng qo'l piffafi formulasi bilan bu sariq rangni bu tomonga ko'chirib o'tkazamiz. Demak, pastga, o'ngga, tepaga, chapga. Bitta marta takrorlaganda bu sariq rang o'zini joyiga tushmadi, lekin agar siz formulani qayta-qayta takrorlayversangiz, bu sariq rang albatta joyiga tushadi. Va keyingi burchakka o'tamiz. Masalan, keyingi sariq burchakning yon tarafida olov rang va ko'k. Bu holatni sizlarga aynan tushuntirib berishim kerak. Ya'ni sariqni yon tarafida olov rang va ko'k turgani uchun ko'k va olov rang markazini o'rtasiga bu sariq burchakni olib kelishimiz kerak bo'ladi. Agar boshqa burchak yonida turadigan bo'lsa, bu formulani takrorlaganingizda sariq noto'g'ri rang bilan tushib qolishi mumkin. Shuning uchun markazlarni to'g'risiga olib kelib, sariqda o'ng qo'l piffa formulasini takrorlaysiz. Pastga, o'ngga, tepaga, chapga. Bu rang bir martada kelib tushdi. Keyingisi sariq, ko'k va qizil. Endi buni qizil va ko'k markazlarining o'rtasiga olib kelaman va formulani takrorlayman.
to'rtala burchak ham shu formula yordamida tuziladi. Pastga, o'ngga, tepaga, chapga, pastga, o'ngga, tepaga, chapga, pastga, o'ngga, tepaga, chapga. Va ko'rib turganingizdek biz sariq rangni yon taraflari bilan bitta rangini oxirigacha tuzatib bo'ldik. Keyingisi 4-qadam. 4-qadam shunday iboratki, men sizlarga 4-qadamni tushuntirib bermoqchiman. Xo'p, agar biz 3x3 kubik rubikini 3 ta qavatga bo'ladigan bo'lsak, bundan birinchi qavati, ya'ni pastki tomonini terib bo'lgan hisoblanamiz. Ikkinchi qavati deganda ikkinchi qavat markazlarni o'rta qismi hisoblanadi. O'rta qismlarini terib chiqishni formulasi mavjud. Masalan, men mana shu yashilni to'g'risiga olib keladigan bo'lsam, yashilda teskari holat hosil bo'ladi. Biz barcha ranglarda shu holatdan foydalanamiz, teskari holati. Endi buni tepadagi rangga e'tibor beraman. Tini tepadagi rangi qizil rang hisoblanadi. Endi men qizil rang o'ng tarafdami yoki chap tarafdami shuni aniqlab olishim kerak. Qizil rang o'ng tarafda, shuning uchun chap tomonga burishdan boshlayman. Qizil o'ng tarafda joylashgani uchun men buni chapga buraman. Keyin qizil rang tarafini tepaga ko'taraman. Buni joyiga olib kelib, buni ham joyiga tushiraman. Keyin menda mana bu qizil, yashil holat kelib chiqadi. Endi men buni chiqib ketgan sariq rangni o'ng qo'l piffofi yordamida joyiga olib kelaman va markazlarni o'rtasi terilgan hisoblanadi. Keyingisi ko'k rang. Ko'k rangda ham burib olib kelib teskari holatini hosil qildim. Endi buni ustida yana qizil rang chap tarafdami yoki o'ng tarafdami shunga e'tibor beraman. Xo'p, qizil rang menda chap tarafda, shuning uchun buni o'ngga burdim. Boya qizil rang o'ng tarafda edi, shuning uchun chapga burgandik. Endi qizil rang chap tarafda bo'lgani uchun buni o'ngga buraman. Qizil rangni tepaga ko'taraman. Buni joyiga olib kelib, buni ham joyiga tushiraman. E'tibor bergan bo'lsangiz, sariq rang chiqib ketadi va buni yana piffof formulasi orqali joyiga tushirishimiz mumkin edi, lekin bu piffofga to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun bu qizil tergan rangimni chetga olib turaman. Sariqni joyiga chiqarib, buni ham tushirib, bu formula qiyinlik qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu formulani men Telegram kanalimda osonroq tushuntirib berishga harakat qilaman, formulani ko'rsatgan holatda. Davom etamiz. Xo'p, ko'kni ikkinchi tarafini holatga olib keldim. Usti olov rang shaklda. Ustida olov rang joylashgan. Olov rang menda o'ng tarafda, shuning uchun buni chap tomonga buraman. Xo'p, olov rangni tepaga ko'taraman, buni joyiga olib kelaman va buni ham joyiga tushiraman. Keyingisi sariq rangni bitta yon tarafga, ya'ni olov rang tarafga olib qochib turaman va sariqni joyiga tushirib, qaytarib olib kelaman va bizda yon tomonni oxirgi joyi qoldi, ya'ni yashil va olov rang. Buni hozir olov rangda joylashtirsam, bu T holatiga kelmayapti. Buni yashil rangga o'tkazaman. Yashil rang T holatiga keladi va ustida olov rang chap tarafda bo'lganligi uchun, xo'p, buni o'ngga burib olov rangni bitta tepaga ko'taraman. Keyin yashilni joyiga olib kelib, buni ham joyiga tushiraman. Keyin mana bu terganimni olov rang tarafga bitta olib qochib turib, sariqni joyiga tushirib olaman. Bu formula ancha qiyin. Endi 5-qadam.